Kim kerak? Assalomu alaykum. Ozgina atagan ehsonimiz bor edi. Shuni olib qolsanglar dedim. Ehsonligi. Bo'pti, men qo'yib ketaver. Ey xotin. Mana bilan olgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Ha xotin, charchamayapsanmi? ertalabdan kechgacha ishlab shuni olib keldingizmi? Bu nima deganing xotin? Boriga shukur qilmaysanmi? Ertaga ishim yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi ro'zg'orlik qilib qo'yaman. Adasi, dugonamni do'konida ko'ylak ko'rgan edim. O'shani olib bering. Hali oylik olganim yo'q. Kun tushsin, bu narsa qilamiz, onasi sabr qilib tur. Qachondan beri bitta ko'ynakda yuribman. Doim va'da berasiz, olib bermaysiz. Siz bilan yashab bitta ko'ynagim ikkita bo'lmadi o'zi. Ha, tinchlikmi onasi? Qahvik bo'lsin. Xullas, men o'ylab ko'rdim. Siz bilan yashamayman, ajrashaman. U sizga deb nima ko'rdim? Qolgan umrimni siz bilan o'tkazishni yana bu ahvolda. Hali bu ketishda sizni ko'zingiz ham oqaradiganga o'xshamaydi. Men javobimni beraman, ketaman. Suydi yurak, kuydi dil, ko'zim yoshlab qoladi. Jonim bugun alamdan otash bo'lib yonaman. Nola qildim Xudoga, yetmadi mening so'zim. Qo'lim ochib duoga, kuzatdim yorni o'zim.